To'rtinchi nasiba. Er xotin bir-biriga libos bo'lish kerak. Ya'ni bir-birini kam ko'stini berkitadi. Bir-birini shamanda qilib ko'chaga olib chiqmaydi. Bugun birdan mana internetga tarqatib videosini bir-birini. Er xotin bir-biriga libos. Alloh aytgan hunna libasul lakum va antum libasul lahunna. Ular sizlarga libos, sizlar ularga libossizlar degan. Xuddi shunday libos odamni issiq sovuqdan saqlaganidek, er xotin bir-birini his-tuyg'ularini saqlaydi. Ya'ni bunisiga ozroq mehrini beradi, shu bilan muvozanat paydo bo'ladi. Libos chunki shu. Libos masalan sizni aslida isitmaydi. Sizga issiqligingizni qaytaradi. Er xotin ham mana shunday. Erkak xotiniga mehr bersa, xotin unga o'sha mehrini qaytaradi. Xotin erga mehr bersa, er o'sha mehrini xotiniga qaytaradi. Ana shunday bo'lib bir-birini ilitadi. Ana shuning uchun er xotin bir-biriga libos deyildi.